Mashina qarang. Jetour 2023-yil X70 23-yildan beri borki 12.000 kilometr yuribdilar xolos. U deganda o'shandan bir marta moya almashtiribdilar. Va sotib olgan olib chiqibdilar. Endi bilmasam, o'sha paytda foyda qilaman deb olib qo'ygan bo'lsalar kerak. Yaxshigina zarar sotyaptilar. Hozirgi kunda aynan 70larni salonda olaman desangiz, примерно adashmasam 24 ming atrofida bo'lsa kerak. Agar biladigan bo'lsa, kommentda qoldirib qo'ying. Bu ham deyarli yangi mashina, 12.000 kilometr probeg. Bu probeg hisoblanmaydi aslida. Bu 7 kishilik mashina hisoblanadi. Aynan menimcha salon holatlarida deyarli minilmagan ekan. Menimcha olib, uyga qo'yib qo'yganlarda endi qaydandir kelib sotib olyaptilar shekilli. Menimcha bu 1.5 turbina bo'ladi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Kraskalar top-toza, benzinda harakatlangan ekan. Bitta like bosib, obuna qilib qo'ying, komment fikringizni qoldirib qo'yasiz. Aynan qimmat qo'yapmizmi, arzon qo'yapmizmi, fikringizni qoldirsangiz, unga qarab turib yana biz narxlarni kelishganda xulosa qilamiz. Ha, ukam, baraka top. Aynan X70 23-yil 12.000 probeg o'ylab ko'ring, 12.000 probegdagisini egalari bilan gaplashib 17.800 tushira oldik. Menimcha salonda ancha arzon bo'ldi. Bitta like bosib, obuna bo'lib, maksimal tarqatib, fikringizni kommentda qoldirib qo'yasiz. Qimmat yoki arzonligi.